Hozir sizlar bilan buni propanda qanaqa yurishini ko'ramiz. Bunaqa bahaybat, gigant mashinalar bunaqa balonlarini standart bo'yicha qanchada almashtiradi yokida yo'l tanlamas offroadlar o'zini balonlarini qancha vaqtda almashtiradi? Kommentariyada biladiganlar yozib qoldiringlar. Bu mashinaga biz full komplektatsiyada propan ishlarni qilib berdik. Shu paytgacha akam bu mashinada yurgan, lekin maza qilmagan ekan. Qirg'izistonlik obunachilarimiz biridan qo'yib berganligimizni ko'rib, shu orqasidan Jalolobod shahridan aynan Gazprom uchun gaz qo'ydirgani keldi va akani ishonchini yo'qotmagan holatda full komplektatsiyada original zapchastlar bilan qo'yib berdik. Bu mashina shu paytgacha maza qilib yurmagan edi. Bundan bu yog'iga Yevropa gaz Avansiya 48 ga oldi bloki bilan sportivniy injektor hamda reduktorlar bilan maza qilib beradigan bo'ldi. Eng qizig'i yo'l tanlamas bo'ladigan bo'lsa, bundan bu yog'iga bu gazdan tanlamaydigan bo'ladi.